hayotni qanaqaligini mana endi bilyapmiz. Operatsiyadan oldin boshim og'rirdi, uyqu kam bo'lardi. Havo yetishmay natijasida uyqular vobshe bo'lmasdi. Shu burundan nafas ola olmasdim. Kislorod bo'lmasdi. Keyin shu yerga keldim doktorga, Bahodir akani oldiga. Ular maslahat berdi, operatsiya qilamiz dedi. 3-4 kun o'zlarining ichinasini olib turib, operatsiyaga kirib ketdik. Operatsiya yaxshi o'tdi. Umuman og'riq sezilmadi. Umuman 2-3 ta operatsiya bo'ldi. Qo'llari yengil ekan, rosa zo'r bo'ldi operatsiya. Maza qilib qoldim ancha. Mana hozir 3-4 kun, 5 kun o'tdi. Havo olishlarim zo'r, kislorod zo'r boryapti. Uyqu vobshe zo'r. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, burundan, og'izdan men Bahodir akani maslahat beraman. Qo'llari rosa yengil ekan. Shuni tavsiya beraman sizlarga Bahodir akani.